Assalomu alaykum, Jiyaz mebel aziz obunachilari. Xudo xolasa bugungi videomizda yangi turdagi, yangi kolleksiyadagi mebelimizni sizlarga tanishtirib o'tamiz. Buni bizga Abdulaziz akamiz tanishtirib beradi. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamasdan Rahmat aka. ishlayapsizlarmi? Aka, bizga shu yangi chiqqan fasonlarni nimalar ketgan, qanaqa yog'och ketgan, hamma yo'g'ini tanishtirib o'tsangiz, narxini oxirida aytib o'tamiz. Assalomu alaykum Jiyaz mebel aziz obunachilari. Biz yangi fasonda mebellarimizni ishlab chiqarishni boshladik. Hop, buni materialiga keladigan bo'lsak, billur parda deb bo'ladi. Mana shu yerlari. Hop, bu yerlari turetskiy materialda. Turetskiy materialda bo'ladi. Mana shu yerlari temir bilan bichilgan, ya'ni buni ichida hech qanday mix yo'q. Karkas bilan faqat shurubda qatirilgan. Karkas shurubda qatirilgan. Hech qanaqa mix yo'q. Hech qanday mix yo'q. Ichiga qanaqa narsalar ishlatilinadi aka? Machalkasiga keladigan bo'lsa, 22 plotnosda, ya'ni yumshoq. O'tirganda botmaydi. O'tirganda botmaydi. Maza qilib o'tirib, odam dam oladigan mebel bo'ldi, xudo xolasa. Ko'rishinglar mumkin, aziz do'stlar. Ikkita kreslosi bilan. Ikkita kreslosi bilan. Bu faqat materiallari Turkiya bo'lsa, ishlab chiqarilishi o'zimiz O'zbekistonda ekan. O'zbekistonda o'zimiz ishlab chiqarib sotamiz. Ishlab chiqaruvchisilarsizlar. Biz ishlab chiqaruvchimiz. Endi noshkasiga keladigan bo'lsak, noshkasi turetskiy fasonda. Hop. Mana shunday qo'shimcha bolishlarni ham qo'shib beramiz. Qo'shimcha bolishlari ham bor. Buni stoli bormi, yo'qmi aka? Ikkita kreslosi bor mana. Mana shunday. Keyin xohlovchilarga tumbalarni ham qo'shib beramiz. Puflarni qilib berasizlar. Shunaqa. Ko'rishinglar mumkin, aziz do'stlar. Juda ham chiroyli qilib ishlanibdi. Ikki xil rangda ekan aka bu. Ikki xil rangda kombinatsiya qilingan. Ancha chiroyli dizaynda chiqqan. Bir qator ko'rsatib beramiz. Buni aka paytida necha puldan sotdinglar? Ikkiga hozir necha pul qilib beryapsizlar? Hop. Aka, bu mebelimizni paytida kerak bo'lsa 700-800 dollardan sotganmiz. Bozorga chiqib agar mebelchi akalarimiz bizni ko'rayotgan bo'lsa, xuddi shu fasonda mebellarni bir qator so'rab qo'yarasizlar. Ya'ni turetskiy material, turetskiy fason, ichidagi displari hech qanday noto'g'ri yog'ochlar ishlatilmagan. Keyin pastda noshkalar. Qanaqa yog'och ishlatilgan aka? Sasna ishlatilgan. Bo'ldi, ko'rishinglar mumkin aziz do'stlar. Xudo xolasa. Endi har doimdek obunachilarimizga narxiga keladigan bo'lsak, dega 469 dollarga berib olamiz. 469 dollar. Qo'shimchasi agar xohlovchi bo'lsa, tumbalarni qo'shib beramiz. Mana shunday. Tumbalarni qo'shib berasizlar. 469 dollar ichidami yo alohidami? Alohida. Alohida bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin. Skidkaga tushib qolibdi. Ikkiga aka bu ranglardan boshqa ranglardan qilib berasizlar, xuddi shunaqa fasonni. Podpiska bosib qo'ysa obunachilarimiz keyingi videolarda boshqa ranglarni, boshqa fasondagi mebellarni video qilib chiqaramiz. Xudo xolasa aka. Ko'rishinglar mumkin aziz do'stlar. Agar sizlarga ham shunaqa mebellar kerakadigan bo'lsa, Jiyaz mebeliga murojaat qilishinglar mumkin. Pastda nomerlar qoldiramiz. Xayr, sog' salomat bo'linglar.